Xitoydan keltiriladigan eng xavfli oziq-ovqatlar. Bundan 10 yillar oldin Xitoyda qilingan degan yorliq kiyimlarning past sifatidan darak berar edi. Bugungi kunga kelib ko'pchilik u yerdagi fabrikalarda ishlab chiqarilgan buyumlardan foydalanadi. Lekin oziq-ovqatlarga kelganda ishlar unchalik yaxshi emas. Sifatsiz ovqatlardan zaharlanish xavfi ancha yuqori. Baliq. Xitoy jahon bozoriga tonnalab baliq yetkazib beradi. Bu baliqlar oqova suvlarda yetishtiriladi. Ular duch kelgan narsalar, shu jumladan chiqindilar bilan ham oziqlanadilar. Ishlab chiqaruvchilar o'sishini tezlashtirish uchun gormonlardan foydalanishdan ham toymaydilar. Olma sharbati. Xitoy fermerlari zararkunandalar bilan kurashishda pestitsidlarni ayab o'tirmaydilar. Hatto ular mahalliy hukumat tomonidan allaqachon taqiqlangan vositalardan ham foydalanadilar. Ishlab chiqaruvchilar bunday olma sharbati solingan idishlar yorlig'ida faqat vitaminlar va sun'iy qo'shimchalarni ko'rsatishadi. Aslida esa ichimlik 200% pestitsidlarga to'yintirilgandir. Qo'ziqorinlar. Qo'ziqorinlar zaharlanish xavfi eng yuqori bo'lgan oziq-ovqatlarga kiradi. Xitoy qo'ziqorinlarida bu xavf geometrik progressiya shaklida o'sib boradi. Parranda. Ekspertlar Xitoy tovuqlarni xavfsiz deb hisoblasalar ham faqat bunga sotib oluvchilar ishonishlari juda qiyin va mahalliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarni ma'qul ko'radilar.